ChatGPT'ning bu funksiyasi bilan istalgan fanni yoki istalgan tilni ustozsiz professional o'rganishingiz mumkin. ChatGPT'ga kiramiz va uni ichidan pastda plyusni bosib Study and Learn degan knopkani bosib qo'yamiz. Bu aynan o'sha o'qitish uchun funksiyasi. Bunda qanaqa plyuslar bor? Mana masalan, men ingliz tilida upper intermediate darajadaman. 6 oyda IELTS 8 olishim kerak. O'shaning uchun nima qilishim kerak so'rayman. Ingliz tilida 6 oyda IELTS olishim kerak. Darajam upper intermediate deyman. Deb bosaman. Study mode ni ichida bu o'zi plan tuzib beradi. Eng zo'r funksiyalari bu o'zi plan tuzib berib, kerak bo'lsa sizga har kuni eslatib boradi. O'zi уведомление berib, o'zi eslatib turadi. Keyin yana plyus tarafi, bitta mavzuni o'rganganingizdan keyin u sizga oxirida siz aytsangiz bo'ladi. Menga 5 minutlik taymer qo'yganda, savollarni yozib ber. 5 minutda javob berishim kerakman deb qo'ysangiz, bu o'zi taymer yasab GPT ning ichida o'sha savollarni berib, siz javob berishingizni tekshiradi. Keyin telefon qilib speakingingizni ham tekshirishi mumkin bu. Men telefon qilsangiz, speaking bo'yicha ham tekshirib, gapirishingizni tekshirsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa, faqat ingliz tili emas, istalgan fan, matematika, fizika, ingliz tili, nemis tili, rus tili, boshqa istalgan fan, istalgan narsa o'rganmoqchi bo'lsangiz, study mode bilan o'rgansangiz, bu noldan har bir etaplar bilan chiroyli qilib o'rgatadi va plyuslari taymer qo'yish mumkin, vazifa yaratish mumkin GPT ning ichida уведомление berish mumkin. Har kuni eslatib borish mumkin. Istalgan fanni yoki tilni o'rganish uchun maksimal foydali universal prompt beraman. Kommentariyada ishimni yozmasangiz ham opisaniyada qoldiraman. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.